ikki eng holatdan 4 eng holatga o'tganda, demak sizlar bilan birinchi genotip fenotip sinfini yozishni o'rganamiz. Demak, katta mana o'zaro nima qilinyapti? Chaqirishtirilyapti. Endi biz gamet olishda bilib oldik. Ya'ni bu yerda ikkita dominant gen, bitta dominant gen va dominant gen yo'q. Mana bu yoqqa ham xuddi shuni nima qilamiz? Yozamiz. Endi mana demak hop. Qarang. Demak 1 4 1 1 4 1 yozamiz. Katta A, katta A, katta A, katta A. Katta A, katta A, katta A, kichkina. Katta A, katta A, kichkina, kichkina. Katta A, katta A, kichkina, kichkina. Katta A, katta A, kichkina, kichkina. Katta A, katta A, kichkina. Hop. Katta A, kichkina, kichkina, kichkina. Endi katta A, kichkina, kichkina, kichkina. Kichkina, 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 kichkina. Qarang. 1 kala 1 1, 1 kala 4 4, 1 kala 1 1, 1 kala 4 4, 4 kala 4 16. To'g'rimi? 4 kala 1 4. 4. Xo'p, 1 kala 1 1, 1 kala 4 4, 1 kala 1 1. Ko'ryapsizmi? Ana endi biz yozib chiqqanmiz genotipik nisbatni. Birinchi. Mana bunga o'xshagani bitta. Endi mana qarang, bir-biriga o'xshagan. 4 ga 4 8. Xo'p, mana uchalasi bir xil. 1 16 demak 18. Mana ikkalasi bir xil mana endi. 4 ga 4 8 mana o'zi bitta. Mana shu mana genotipik nisbat. Yana qaytaraman mana. E'tibor bering, strelkaga bitta, mana qator bir xil, bu qator uchalasi bir xil, bu qator bir xil, bu alohida o'zi. Ya'ni mana ular bitta, bular 8 ta, bular 18 ta, bular 8 ta, bular bitta. Ko'ryapsizmi? Xuddi haligi degeterozigotali organizmlarni chachishtirganimizda pinnetda demak bunaqasiga chiqardik-ku degeterozigot. Xuddi shunga o'xshagan. Qonun shunga amal qilaveradi. Endi fenotip nisbatni qanday topamiz? Fenotipik nisbat bo'yicha qarang, jami 36 organizm olinyapti. Bitta demak hammasi retsessiv. Demak 35 ga 1. Ya'ni qizil deydigan bo'lsak, A'larda. Kichkina A'ni oq deydigan bo'lsak, demak 35 ta qizilga bitta oq uchta keldi. Tushundingizmi qanaqa qilib nisbatni topdik genotipik, fenotipik? Farqiga borib oling. Demak, yozib olamiz.